shunaqa SMS kelibdi, shesklin fasonni modellashtirishni ko'rsatib bering deb. Oson. Buning uchun bizga shunaqa asosan desa kerak bo'ladi. Yelkadan proymagacha o'lchab, teng o'rtasidan bo'lib olamiz. Menda maket bo'lgani uchun 6 sm chiqdi. Keyin shu o'lchovni ko'krak balandligi bilan birlashtirib olamiz. Burchakni yumshoq oval holatiga keltiramiz. Orqa tarafni sentrdan 1,5 sm teparoq qilib chizamiz. Endi asos vitichkani berkitib, chizib olgan vitichkamizdan kesib olamiz. Shu holatda 3 bo'lakka bo'lib vitichkalarni kesib tashlaymiz. Endi materialga qo'yib bichishni boshlaymiz. Buklovni buklovga joylashtiramiz. Orqa o'rtani zamok uchun ochiq qoldiramiz. Bokovoyni shunaqa shaxmat qilib joylashtiramiz. Albatta mato agar tovlanmasa. Kesmalarimizga chok haqi tashab, buksa kengligida uzunlikgacha to'g'ri o'lchab olamiz. Etak qismida xohishga ko'ra 10-15 sm kenglik tashab, bel qismiga birlashtiramiz. Yon bo'laklar ham xuddi shu tartibda. Nasechka berib tikib olamiz. Mana tayyor. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, men bundan faqat xursandman.